Bo'ldi. Nima bo'lyapti senlar? Aytayotgan chiqdi. Mana nomad ishini qara. Nima qilyapsiz sizga? 1 kvadratni 45 ming so'mdan lo'mboz gaplashdik. Xo'p, hamma narsa o'zimdan. Qani, menda ikkita bola kelib olgan. Faqiring qani, ketmoning qani, kuraging qani, tuprog'ing qani. Agar bu pena beton hisoblanadi, men sizga lo'mboz pul beraman. Sizga faqat sifatli garantiyasi beriladigan pena beton materialni pul beraman. Sizga boshqa 45 ming so'mdan 5 sm, 6 sm qo'yib bersang, 7-8 sm qo'yib beraman. Qara aka, loy lo'mbozdan yaxshimi, yaxshi emasmi buni? 15 barobar yaxshi hisoblanadi. Qishda issiq bo'ladimi shunda? Qishda 100% yuz issiqligini saqlaydi. Qurqimiz qancha? Qurqimiz tomon teshib o'tiradi. Tarkibda shisha to'liq qo'shilgani uchun bundan Treshina bo'ladimi? Yorilmaydimi, yorilmaymi? yorilmaydi. Beton qo'shilyapti bunga. Beton qo'shilyapti. Betonga mustahkam bo'ladimi? Toza sement ishlatiladi bunga. Tushunarli. Qani buni O'zbekiston narsalar ishlatilmaydi. Toza Rossiyadan kelgan penalarimizni ham qilib beryapmiz. Vodiydagina 45 ming bir kvadrat. Vodiydan Vohaga nechi bo'ldi? Vohaga 55 ming so'mlar qilib beraman. Bo'ldi-ga. Ammo nima qilmagin-a? Beraman, bitta futbolka beraman. Yangi futbol, kiyilmagan futbolkalarim bor. Sen video nimaga yetib olyapsiz? Internetga qo'yib olmagin. Mobodo qo'ysang, hali urganchilarni olib tashlang. Bitta beraman yangi futbolka. Ammo mana 2 soatda bo'ladi rostmi? Yaxshi qilgan yashida tankaga nomerlarni qo'yib qo'ying pastga aka. Bo'ldi. Ustaga telefon qilinglar, vodiy bilan voha bilan pena betondan lo'mbas qilib beraveradi.